Dunyoning eng obro'li sport nashrlaridan biri The Athletic 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etadigan 100 nafar eng yaxshi futbolchilar ro'yxatini taqdim etdi. Keling, mana shu ro'yxat bilan birgalikda tanishib chiqamiz, chunki syurprizlar ham bor. Birinchi o'rinda Mbappe, ikkinchi o'rinda Holland, Yamal, Harry Kane, Pedri, Bellingham, Vini Junior, Messi 8-o'rinda, 9-o'rinda De Bruyne va Donnarumma. Ro'yxatdagi kuchli 10likni men sizga o'qib berayotganimda ko'pchilikda nahotki bu ro'yxatda Ronaldo bo'lmasa degan savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ronaldo albatta bor, lekin Ronaldoni The Athletic nashri 25-o'ringa loyiq ko'rgan. Ungacha esa 24-o'rinda Michael Olise, Gabriel Magalhaes 23, Hakimi, Caicedo, Dembele, Salah, Declan Rice, Lewandowski, Saka, Luis Diaz, Rafinha, Vitinha, Rodri va Van Dijklar o'rin olgan. Va do'stlar, endi ro'yxatning eng qiziq qismiga keldik. Bu ro'yxatdan Abduqodir Husanov ham joy olgan. Abduqodir 86-o'rinda, 85-o'rinda e'tibor bering, Rafael Leao, 87-o'rinda esa Subi Menzi. Va bu ro'yxatdan umumiy o'sha AFK, ya'ni Osiyodan chiqqan 3 nafar futbolchi o'rin olgan. 51-o'rinda Mehdi Tarimi, 86-o'rinda hamyurtimiz Abduqodir Husanov va so'nggi o'rinda 100-o'rinda Kubo, Yaponiya terma jamoasi futbolchisi o'rin olgan. Albatta do'stlar, Atletik nashrining o'sha 100lik reytingida Abduqodir Husanov ham borligi bizni juda ham xursand qiladi va shu bilan birgalikda ertaga o'zimiz uchun tarixiy bo'lgan mundialda kimlarga qarshi o'ynashimiz va o'zimizning tarixiy raqiblarimizni bilib olamiz. Siz esa do'stlar, jahon chempionatida bizga qaysi terma jamoalar raqib bo'lishini kommentlarda yozib qoldiring. Ertaga qur'a paytida va balki